Marhum qiziqchi Hojiboy Tojiboyevning qizi mashhur Vayner Madina Tojiboyeva tez orada onalik baxtiga erishishini ma'lum qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lgan Vayner Madina Tojiboyeva kuzatuvchilari bilan quvonchli yangilikni bo'lishdi. U yaqin kunlarda ona bo'lishini bildirib, muxlislarni ham xursand qildi. 2 yoshga baxt tilab videoga like bosishni unutmang. Aktrisa Yulduz Rajabova Turkiya aktyori Emre Kviljian bilan ZAGS marosimidan fotolarni muxlislarga ko'rsatdi. Ijtimoiy tarmoqlarda aktrisa Yulduz Rajabova Turkiya aktyori Emre Kviljian bilan tushgan suratlarini e'lon qilib, kuzatuvchilarning e'tiborini tortdi. Suratlarda ular ZAGS marosimida turgandek ko'rinishi sabab muxlislar orasida turli taxminlar va muhokamalar paydo bo'ldi. Taniqli aktrisa Sitora Farmonova Muqaddas Madina shahridan turmush o'rtog'i bilan ko'rinish berdi. Kadrlar qisqa vaqt ichida internetda keng tarqalib, muxlislar tomonidan iliq fikrlar va tilaklar bilan qarshi olindi. Ko'pchilik ushbu safarni aktrisaning hayotidagi muhim va barakali lahzalardan biri sifatida baholamoqda. Havas qilgan insonlar videoga like bosishni unutmang. Shu kabi qiziqarli shou-biznes yangiliklarni Toshkentliklar 24 kanalida kuzatib boring.